Avtokameral sun'iy ravishda qo'yilib, balim reytingini pasaytirib qo'yilyapti degan shikoyatlar ko'p tushyapti. Haqiqatan ham bizning o'zimiz tadbirkorlarda ham bunaqa holatlar kuzatilyapti. O'rtoqlar, birinchidan avtokameral degan narsamizni o'zi tekshiruvdan oldingi tahlil deymiz va bu narsa birinchi sonli qaror bilan risk analiziga asosan dastur o'zi avtomat ravishda hisoblaydigan bir rejim o'rnatilgan. Agar avtokameral o'sha rejim, ya'ni birinchi sonli qarorga asosan o'tkazilayotgan bo'lsa, u 6 oyda bir marta o'tkazilishi kerak asli. Endi agar risk analiziga asosan emas, bizda avtokameral programma bittada hammasini hisoblaydi deydigan bo'lsa, unda bittada 3 yillik hammasini bitta hisoblab chiqish kerak edi, bir marta qo'yish kerak. Siz har oy o'tgan yil 2 yil oldingi noyabrdan nima chiqar ekan, 3 yil oldingi oktyabrdan nima chiqar ekan degan vahmada o'tirishingiz kerak emas. Va shularni inobatga oladigan bo'lsa, haqiqatda avtokameralda keladigan xabarnomamizda inson omillari aralashmagan deyiladi va juda ko'p joyda ko'rib turibmiz, haqiqatda inson omillari aralashyapti. Bu holatda nima qilish kerak? Mana kichkinagina bitta misol bilan aytaman, hozirgi kunda bo'lib turgan voqea. Avtokameral kelyapti, sani falon yildagi daromad solig'ing bo'yicha tafovut bor degan narsa bilan keldi. Xo'p, tafovut bo'yicha asoslarini berdi. Tafovut yo'q bo'lib chiqdi. Shunga qaramasdan kameral tekshiruv chiqdi. Endi kameral tekshiruv qayerdan chiqdi desa, bizga avtomat keladi bo'ldi. Mana dastur qanaqa ili yo'q xato ishlayapti yoki bu yerda qo'lda boshqarilyapti. Faqat tegida o'sha inson omili aralashmayapti degan omil yozuv bor xolos. Endi kameral tekshiruvda buyruq chiqyapti. Buyruq nimaga chiqyapti desa, shu daromad solig'ini, falon yillik daromad solig'ini tekshirishga. 1 oy o'tirib tekshirilyapti. Hech narsa topa olmagandan keyin oxirgi tekshiruv tugaydigan kuniga buyruqqa o'zgartirish kiritilib, qo'shilgan qiymat solig'ini ham tekshiraman deyapti. Ana mana shu yerda o'zi inson omili aralashishni boshlaydi. Chunki agar bu risk analiz o'zi aniqlagan bo'lsa, nimaga bittada qo'shilgan qiymat solig'ini qo'shmading? Va 1 oy o'tiribsan, o'tirgan joyingda qo'shilgan qiymat solig'ini qaysi asosga ko'ra to'satdan qo'shib qo'yding? Hech narsa topa olmaganligi uchun qo'shdingmi? Aynan balli pasaytirish uchun degan shubha gumon paydo bo'ladi. Va haqiqatda bu bitta misol tariqasida keltiryapmiz. Tekshiruvning oxirgi kuni prikaz o'zgarib, qo'shilgan qiymat solig'i qo'shilyapti va qo'shilgan qiymat solig'i qo'shilgani hisobiga endi kameral tekshiruvning muddati yana uzaytirilyapti. Nima asos desangiz, hech qanaqa asos taqdim etilayotgani yo'q va tabiiyki bu holatda tadbirkorlik subyektlari va biz ham soliq maslahat sifatida bu yerda inson omili aralashgan deb hisoblaymiz va biz o'zimizni praktikamizdan aytadigan bo'lsak, bu yerda buyruq chiqargan davlat soliq boshqarmasi boshlig'ini nomiga shikoyat yozyapmiz. Xuddi shuningdek, endi avtokameralda ham xuddi shunaqa bo'lib turibdi. To'g'ri, misol uchun murojaat qilayotgan odamning fikrlariga biz ham qo'shilamiz. Ayni holatda avtokameral bo'yicha bir xabarnoma keldi, kamchiliklarni bartaraf etish kerakligi to'g'risida. E'tiborlisi, tekshiruv o'tib bo'lgan periodga, soliq tekshiruvi o'tib bo'lgan davr uchun avtokameral kelyapti. U narsa avtokameral faqat hisobotlarni solishtirib, o'zi ko'rmayotgan narsa bo'yicha talab beradi aslida va bu narsa bo'yicha biz hujjatlarni berdik. Bu davrga tekshiruv o'tib bo'lgan va tekshiruv avtokameral ko'rmayotgan hujjatlarni, birlamchi hujjatlarini ko'rib bo'lgan. Shuning uchun noto'g'ri qo'yildi desak, menga ham olib kel o'sha hujjatlarni degan talab. Zo'ra inson omili aralash kerak emas joyda aralashyapti. Unga ham olib borildi va o'sha avtokameral asoslari keltirilgandan keyin bartaraf etildi. Deylik, kecha bartaraf etilgan bo'lsa, bugun yana yangi avtokameral qo'yib, endi boshqa zakup bo'yicha chiqyapti. Sen paylon davrida narsalar xarid qilganligi menda ko'rinmayapti, ya'ni foyda solig'ini, xarajatlarni sun'iy qilgansan deb. Yana yozyapmiz. Voy, bu sun'iy emas, tekshiruv bo'lgan bu periodga, yana tekshiruv bo'lgan periodga chiqyapsan desak ham, yana xuddi shu narsa hujjatlarni olib kelsang ko'raman. Ya'ni bu tabiiyki har bir kishida avtokameral yoki kameral tekshiruv risk analizlarida inson omili aralashib, sun'iy ravishda aralashib qilinayotganlik alomatlarini keltirib chiqaryapti. Shuning uchun o'rtoqlar, bu yerda biron bir emotsiyaga berilmasdan tinchgina o'sha tegishli davlat soliq xizmati organi rahbariyati nomiga shikoyat yozib, buni qayta ko'rib chiqqan, qaysi asosga ko'ra chiqdi. Agar risk analiz deydigan bo'lsa, risk analiz birinchi sonli qarori o'zida aytilgan 6 oyda bir marta qilish kerak. Demak, 3 oyda, 2 oyda, 1 oyda 2 marta bo'lyaptimi? Bu noqonuniy harakat bo'ladi degan mazmunda murojaat qilsanglar, xudo xolasa, rahbariyat buni o'rganib chiqadigan bo'lsa, sizlarni buzilayotgan huquqlarni himoya qilishda befarq qarashmaydi degan umiddamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.